Buxoro davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlar fakulteti 2 Bio-23 guruhi talabasi Namoz va Marjonaning umumiy mikrobiologiya fanidan tayyorlagan dars taqdimoti. Bugungi mikrobiologiya darsida biz bakterial hujayralarning kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologiyasi va tuzilishi mavzusini ko'rib o'tamiz. Rejalar: bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologiyasi va tuzilishi kabi rejalardan iborat bo'ladi. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi asosan suv, oqsil, lipid, nuklein kislotalardan iborat bo'ladi. Bu tarkibiy qism shuningdek azot, uglevod, kislorod, vodorod kabi asosiy elementlardan tashkil topgan. Asosiy elementlar azot quruq qoldiqning 8-16% tashkil etadi. Kislorod esa taxminan 30% tashkil etadi. Undan tashqari vodorod va ugleroddan iborat bo'ladi. Asosiy organik moddalar oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislotalar va suvdan iborat bo'ladi. Bakteriya hujayrasi pardadan tashkil topgan bo'lib, bu pardada juda ko'p miqdorda dezoksiribonuklein kislota va sodda yadro mavjud bo'lib, mitoxondriya va xloroplastlar odatda bo'lmaydi. Hujayraning yadrosida xloroplast va qobig'i ko'zga ko'rinmaydi. Bakteriya ko'ndalang bo'linishda ba'zan cho'zilish yoki kurtaklanish yo'li bilan ham ko'payadi. Bakteriyalarning ko'p turi tayoqcha shaklda bo'lib, biroq sharsimon, ipsimon buralgan shakllar ham uchraydi. Bakteriyalarning fiziologik xususiyatlari nihoyatda xilma-xil bo'lib, biokimyoviy jihatdan juda faol hisoblanadi. Bakteriyalar suvda, suv havzalarida va boshqa joylarda tarqalgan bo'lib, ular yagona bir guruh bo'lmay, har xil yo'llar bilan vujudga keladigan organizmlar hisoblanadi. Bakteriyalarning kattaligi, shakli, tuzilishi, harakatchanligi jihatdan xilma-xil bo'lib, sharsimon bakteriyalar diametri 1-2 mikrometr tashkil etib, tayoqchasimon bakteriyalar tayoqchasimon bakteriyalar yog'on bo'lib, ular 0,4 dan 0,8 mikrometrgacha boradi. Uzunligi 2-5 mikrometrni tashkil etadi. Ba'zan juda yirik bakteriyalar ham uchrab, ayrim bakteriyalar shu qadar maydaki, hatto bakterial filtrdan ham o'tib ketadi. Sharsimon bakteriyalar koklar deb atalib, agar koklar ko'ndalanga bo'linish yo'li bilan ko'paysa va bo'lingandan keyin bir-biridan qolib, bir-biridan zanjirlar hosil qiladi. Koklar esa har xil yo'nalishlarda bo'lib, sharsimon koklar batsillalar, buralgan vibrion yoki spirulalardan iborat bo'lib, spora hosil qilganda tayoqchasimon turlari batsillalar deb ataladi. Elektron mikroskopda qaralganda bakteriya pardasi bir necha qavat, ya'ni 3 qavatdan iborat bo'lib, ular tashqi tomondan murein bilan qoplangan. Hujayra pardasi ostida sitoplazmatik membrana bor. Bu membrana moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi. Bakteriya sovuqqa juda chidamli bo'lib, shu tufayli ular tuproqqa chiday oladi. Bakteriyaning shakli oval yoki yumaloq shakldagi sporalar hosil qilish xususiyatiga ega bo'lib, bakteriya sporasi yuqori temperaturada zaharli moddalarga juda ta'sirchan, bardoshli hisoblanadi. Spora qulay muhitga tushganda ular tayoqchasimon yoki vegetativ hujayralar paydo bo'ladi. Bakteriyaning rivojlanish sikli har xil bo'ladi. Bakteriyalar tabiatda va xalq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bakteriyalar tirik hujayralar tarkibini kimyoviy elementlar tabiatda aniqlashda ishtirok etadi.
O'simlik va hayvon qoldiqlari sellyuloza, pentoza, kraxmal, pektin moddalar va boshqa o'zlashtira oladigan mikroorganizmlar ishtirokida parchalanadigan va parchalanib, ular karbonat angidrid bilan birga suvga aylanishdan iborat bo'lib, tabiatda azotga aylanish ham mikroorganizmlar muhim rol o'ynaydi. Hayvonlar o'ziga zarur azotli birikmalarni o'simliklar oqsillaridan hosil qiladi. Bakteriyalarda genetika, biokimyo, kosmik biologiya va boshqa sohalarga oid umumiy masalalar hal qilish uchun muhim obyekt hisoblanadi. Bakteriyalar tuproq unumdorligi. Bakteriyalar hayot faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Bakteriyalar yordamida zig'ir, kanob va boshqa tolali o'simliklar ivitiladi. Bakteriyalardan asosan fermentlar, preparatlar tayyorlashda foydalanadi. Odam va hayvonlarni kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar patogenli bakteriyalar deb ataladi. Bakteriyalar mikroorganizmlar singari ular juda ko'p tashqi muhitda uchratish mumkin. Shuning natijasida bakteriyalar juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bakteriyalardan masalan, sil tayoqchasi bakteriyasi juda sekin tarqaladi. Ba'zi bakteriyalar emlash orqali ham davolash yo'llari ishlab chiqilgan bo'ladi. Bugungi darsimizda biz bakteriyalarning kimyoviy tarkibi, bakteriyalar morfologiyasi va tuzilishi mavzusini ko'rib o'tdik.